qizning ustiga tuproq tashlay boshladi. Nega chuqurdaligini tushunib yetmagan qizcha qattiq qo'rquvda qoldi. U tiriklayin ko'milayotgan edi. Buni esa aynan eng ko'p mehr kutgan insoni amalga oshirayotgandi. Uning kichik, begunoh qarshiliklari va umidsizlik yig'ilari otasining chirigan vijdonini uyg'ota olmadi. Qizcha o'sha yerda o'lim topdi. Bu bilan u qiz o'z davrining shafqatsizligi ramzi bo'lib qolmoqda. Biz uchun tasavvur qilish qiyin bo'lgan ushbu qo'rqinchli manzara islomdan avval johiliyat davrida Arab yarimorolida yuz bergan. U paytlari qiz farzandga or nomus deb qaralgan. Uning otasi kun kelib u turmushga chiqib merosimizni begona qo'liga topshiradi derdi. Ushbu buzuq e'tiqodlar sabab yosh qizlar o'lib ketishardi yoki eng kamida otasining mehrini umuman ko'rmay voyaga yetishardi. Lekin bu bilan to'xtamadi. Qiz voyaga yetib turmushga chiqsa ham baribir keraksiz deb qaralgan. Agar er o'lib, bolalari yetim qolsa, istalgan kishi kelib, ayolning uyini o'ziniki qilib olishi mumkin edi. Bu g'amxo'rlik uchun emasdi, chunki o'sha odam uydagi hamma narsaga egalik qilardi. Pul, mol-mulk, hatto oilaning o'ziga ham. Bor budini tortib olgani yetmaganidek, ularga xuddi qulga qilgan muomalani qilishardi. Ular orzulardan, hayotlardan mahrum qilinardi. Ular xuddi o'yinchoq kabi edi. Bundan ham yomoni, yetim qolgan bolalarni ham, beva ayolning ham yonini oladigan kishi yo'q edi. Qanday qilib ota o'z farzandini o'ldirishi mumkin? Faqat qizlar emas, ba'zilar boqishda qiynalib qolaman deb o'z chaqaloqlarini ham o'ldirishardi. O'sha davrda ona bo'lishni o'ylab ko'ring. Bolangiz tug'ilishini sabr bilan kutasiz, tushlaringizda ko'rasiz. Tug'ilgach esa o'z otasi tomonidan tortib olinib o'limga mahkum etilsa. Onalarning ishlari ezilardi, ammo qo'llaridan hech nima kelmasdi. Ularning tuyg'ulari bilan birovning ishi ham bo'lmagan, axir ularning qadr-qimmati ham bo'lmagan-ku. Faqat shu bilan